Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvadagi botanik bog'chisida. Voy ko'ygininglar, Yaponiya hukumati Janva botanik bog'chisiga alohida hadiya qilgan qurilish. Asli ishiga kirib o'qib beray degan, lekin bugun havo favqulodda yaxshi, uning ustiga botanik bog'chisiga kelib sayli qiladiganlar xeyli ko'p. Shunga bek ta'sir bo'lib ketmasin deb mush qurilishning oldiga kelib o'ltirdim. Qo'limda Uyg'urlarda islom madaniyati nomli Abdushukur Muhammad Emin asarlari jo'qlanmasi. O'tgan 2 qitimliq programmamizda mazkur kitobga kirgizilgan o'ylanish ichida ilgirlash nomli cho'ng hajmlik adabiy axborotning yerimini o'qib berdim. Askartib o'tsam, mazkur adabiy axborotning avtorlari Mingchibi, Lolulu nomli Mo'ng'ul yozuvchilar. Mazkur asar 1988-yili Tarim jurnalining 10-soniga besilgan. Ayni vaqtda ana diyorimizda o'qirmanlar orasida nihoyat zo'r g'ulg'ula paydo qilgan dangliq asar. Xo'sh, davomlashtirib o'qiylik. O'tgan 2 qitimliq o'qishim sal uzun bo'lib qopti, 1 soatcha bo'libdi. Bugun sal qisqaroq o'qib beraman. 4. Bahor kalkuni mavj urishga boshladi. Professor uyimga keldi. Uning chiroyi guldek ichilib ketgan. O'rindiqqa o'ltirish bilanla kulkisini bosolmadi. U go'yo biror asri Nobel mukofotiga erishgandek xushal edi. Yaqindan buyon, dedi u so'z boshlab, biz Uyg'urlar ichidan bir xil sado chiqyotdi. U sado borgan sari kuchli chiqmoqda. Quloqqa to'limi yaqinlik anglanmoqda. U sado balalik davrdagi turmushimni eslatdi. Mening yurtim Qashqarning bir yezisida. Uyimizning oldida bir o'stan bor bo'lib, yoz kunlari u suvga to'lib ketsa, kuzda azlashga boshlaydi. Qishda o'stan butunlay qurib qoladi. Shuning bilan kentimizni jimjitlik qoplab ketadi. İçimiz siqilib ketadi. Dadamningmi, onamningmi atidan kashgacha chiroy ichilmaydi. Ravab tamdagi qo'ziqqa iliqlik turadi. Dadamning uni chelishga hapsili yo'q edi. Bahor kunlari yetib kelganda o'stan birdilla kalkun suyi bilan to'ladi. To'lachaqlarda jimjit kechada ulg'iyatdi. Suvga dolqunga uriladi. Lapanglab qoshqa uriladi. Shuning bilan shovqin ko'tariladi. U shovqin ko'chib, tarqilib, yezining jimjitligini buzib etadi. Shovqindan chiqqan hayot baxsh xushallik uymi-uy kiradi. Har bir odamning yurak torini chekib ruhlantiradi, shotlantiradi, kuldiradi. Yaqinda menda yana o'stanning suyi ulg'ayganda paydo bo'lgan hissiyot va xushallik paydo bo'lib qoldi. Professor chiroydagi kulkisini yig'ib, yana olimga xos ig'iri besiq tusga kirdi. Manching sulolasi hukm surgan bir necha 100 yil jarayonida, dedi u, manjolarmi, xanzularmi o'zini to'limi cho'ng tutgan ekan. Natijada borgan sari orqada qoldi. Lushin apandi AQ'ning haqiqiy tarjimonini yozdi. Bu dunyo sahnasidagi jiddiy vaziyatning xanzularni o'zidagi ma'naviy kasalliklarga to'g'ri qarashga majbur qilganligi. O'zini o'zi operatsiya qilsa, o'z aybini o'zi oshkorlasa, o'zini o'zi dafsan qilgan, xo'rlagan bo'lmaydi, balki o'ylaganlikning alomati. Algı intilishning boshlanishi, milliy g'urur, milliy izzat va ishonchni o'rnatganlikning natijasi. Bayyangning Batbashara Jungoliklar degan kitobi nashrdan chiqqandan keyin 2 o'lkada o'qiyotgan bir bolam menga bir nusxa avatib berdi. U shu munosabat bilan yozgan xatida xanzular o'z ayblarini shundoq ocha olgan ekan, biz Uyg'urlarda shundoq g'ayrat yo'qmidi debdi va meni mat qilib, dada
siz hem shoir, hem yozuvchi, shundoq kitobni yozishga jur'at qila olamsiz, debdi. Keyin uqsam, u kitob Uyg'ur yoshlari ichida keng tarqalgan ekan. Hatto Urumchi shaharlik tajriba o'tir maktabining to'liqsiz o'tir sinfida o'qiydigan o'quvchilarmi talishib o'qib etibdi. Albatta, o'ziga baxmay, xanzularning shundoq ma'naviy ayblarini mazoq qiladiganlarmi? Yo'q emas. Lekin u kitob ko'pchilik odam uchun obdan aynak. Aytib baqsunchu, biz o'zimiz qandoq? Yaqinda Qizil Qo'noqliqda nomli kino qo'yilganda ba'zi Uyg'ur yoshlari ichida kutilmagan ta'sirot paydo bo'ldi. Ittifoq teatrining orqa rad o'rindiqlarida o'ltirganlarning to'lisi yoshlar ekan. Ular kinodagi bir ko'rinishni ko'rib, qaranglar, xanzularning ovu setchiliklarini deb masxara bilan kuldi. Men orqamga burilib, bizning millatimizda shundoq ishlar yo'qmi, dedim. Ba'zisi bor edi, ba'zisi bor dedi, ba'zisi shuk bo'lib oldi. 2 kun o'tgandan keyin bir yosh mendan Qizil Qo'noqliqda degan kino xanzularning set va qaloq taraflarini oshkorlaydi ekanu, xanzular nimishqa yana barkalla etib chavak chaladi deb so'radi. Men buningga o'zingiz javob topa oladiganligingizga ishonaman, dedim. U yosh atsi saharda yenimga kelib javob topdim. Bu ahvol hozirgi ichib etish, isloh qilish yillarida xanzularning qaloqlikdan qutulishiga oldirganligini aks ettirib berdi ekan, dedi. Amaliyotda bizning millatimiz ichidagi taraqqiyparvar kishilar o'zimizning orqada qolganligimizni o'tgan yilning keyingi yerimidan tortib tushunishga boshlab, madaniyat, fan texnikada zo'r qadamlar bilan olg'a besishimizni orzu qilmoqda. Hatto diniy sohadagi zerak, zaki arboblarmi shundoq da'vat qilmoqda. Professor xo'shalliqida menga mundaq bir un olg'u lensini qo'yib berdi. Professorning ilovasi: bu Ko'rla Chorboq yesidagi birlashma pishiqlab ishlash zavodining direktori Rahman. Uning diniy e'tiqodi chin aroq ichmaydi ekan, so'z va harakatda o'zini noyt oyaydi ekan. Uning Chorboq yesiga obdan bir ish qilib berish, yezidagi dehqonlarni tezroq betish orzusi bor ekan. U butun vaqtini, kuchini shu birlashma pishiqlab ishlash zavodiga atabdi. Har kuni sahar turib, kash yetib, armay talmay ishlaydi ekan. Men o'z millatimni qizg'in so'yiman. Biror odam millatimizning kamchiliklarini tilga olsa, ko'nglimga keladi. Ko'tara olmaydim. Kimki bizni palon jihatda xanzulardan qaloq deydigan bo'lsa, qo'liqimga yengli sanchilgandek bo'ladi. Hozir yezi bozor sanoati keng yo'lga qo'yildi. Men yezilik hukumatdan vazifa so'radim. Yezilik hukumat menga birlashma pishiqlab ishlash zavodining direktorligini topshirdi. Zavodning qarmaqida bir ko'mir keni, bir haq teshik koni bor edi. Demak, ishimiz asosan qo'llash, qizish edi. Shoirlikdan xabari bor bir enim, bu ishlaringning hammasi ibtidoiy qo'l hunari ekan. Zamonaviy sanoat degili bo'lmaydi. Sanoat uchun ilm, bilim, texnika bo'lmasa bo'lmaydi deb sanliq qildi. Uning bu qarashlariga xafa bo'lib olaydim. Ko'rladagi Qoramtog' Tangritog'ning tarmiqi. U tog'da madan ko'p. Men bir mashina bilan yemak-ichmaklarimizni elib, bir chorvachiga yo'l boshlatib, davon bal eshib, ruda izladim. Rudani obdan tonimaydim. Rangidan alayidira ko'rinsila bir necha parcha cho'qib elib, xaltaga soldim. Sug'anda suvdandagi suvni ichdim. Qo'rsqim ochsa, non yedim. Har egiz tog'larga chiqdim. Har tik yorlarga yamashdim. Kunduzi oftobda ishildim. Kechasi juvomni yepinib, qo'ram tashlarining daldisida uxladim. Bir kuni kechada Xudoyim tushimga kirdi. U qo'li bilan bir ishorat qilib edi, tog'dagi go'harlar nur chashdi.
Qizil, seriq, yeshil, ko'k nur, qizili yoqut, seriqi oltin, iqi kumush, yeshili zumrad, qorisi to'mir, beg'i rangdagisi mis ekan. Ularni qezishmi oson ekan. Kapsuldan birnila portlatadigan bo'lsam, bir necha mashina qochilg'udek chiqarg'ili bo'ladi ekan. Tağның üstüde turib, xoşalliqimdan meni nadan topolmaydi deydigan kim bor ekan deb varqiravatdim. Oygansam tushim. Aldimmi, orqammi qap-qarang'u taq. Taklimakan tarafdan g'o'r-g'o'r shamol soqib etibdi. Shu chaq yoz kunlari bo'lsa-mu, kechada bir oz sovuq bo'ladi. Uyqum ichilib ketdi. Enimning heriqi gaplariga texcha ochchiqim keladi. Ilim, bilim, fan texnikini ajabmu sirliq bir nima qilyapti ya. Uning qarichaqliq, qanchiliqni uqmaganlarmi ruda mada topolaydi ekan-ku. Qoramtog'ni to'p-to'g'ri 20 kun o'rladim. Oyog'imning chamlari teshilib ketdi. Bir muncha jafo tortib, bir xalta madan tepib qaytdim. Uydagilar qandaq madan ekan deb so'rab edi, javob bera olmadim. Bütün ko'rlini qidirdim. Shundaq madanlarni ayirib bergudek biror Uyg'ur injener tepilmadi. Keyin geologiyalik charlash atirtidan bir Xanzoy injenerini topdim. U ayirib berdi. Elib kelganlarimning ba'zisi odatdagi tosh ekan, ba'zisi qarg'a yaraydigan ruda ekan. Shu rudalarning zapsi qanchalik? Nadan nagacha tarqalgan? Charlash, tekshirish, qezishni loyihalash uchun injener bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Tamtirabli qoldim. Demak, 20 kun bekora ovora bo'ptimi? Enam yana kelib qoldi. U yana fan texnika deb bir nimalarni so'zlab ketdi. Qaloq, orqada degan gaplari qo'liqimga yanada yoqmadi. Harbiy rayonning suv injenerlik tuani bilan birlashib marmar toshkini ochmoqchi bo'ldik. Shu chaqda to'xtam tuzdik. Yo'l yasashga, ishlab chiqarish maydonini tayyorlashga, mashina uskuna hozirlashga harbiylar mas'ul bo'ldi. Emgak va texnika kuchiga biz mas'ul bo'ldik. Manga qaraydigan 13 yerdagi qezish o'rnida ishlaydigan emgakchining hammasi dehqon bo'lib, bilim saviyasi to'van edi. Marmar konining boshliqligiga yorug'idek biror odam tanlash to'lim qiyin keldi. Keyin ko'mir xingidan odatda yaxshi ishlaydigan bir kon ishchisini boshliqlikqa qo'ydik. U to'shik teshib, do'ri qachilab, tog'ni portlatishni bilgan bilan marmar toshni qandoq qezishni bilmagachga sapsaq marmar toshni portlatib kukum talqon qilib etdi ekan. Shunga u boshliqlikni qamlashtira olmay, o'zi topgan ishchilarni boshlab qochib ketdi. Suv injenerlik tuani 10 ming yuan sarmoya solgan edi. Bu pulni bekor ketkazish mumkin emasdi. Ular meni tanglikda qoldirdi. Ularning oldida yuzimni qo'yg'ili yer topolmadim. Bultur Sandong o'lkasining Weifang nahiyasiga ekskursiyaga bordim. U yerda yezi bozor sanoati nihoyat obdan yo'lga qo'yilibdi. Kichkina bir zavodda 3 injener, 4-5 texnik bor ekan. Zavod boshlig'ining so'zlab berishicha, hozirgi kunda sanoat uchun fan texnika bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Kimning texnikasi yaxshi bo'lsa, shu pul topa oladi ekan. Ularning sexlari pak-pakiz, ishchilarning kiyib olgani oq xalat. Ular nafs ishlaydi ekan. Biz bo'lsak, tabiiy narsalarni gurjak, jo'tu bilan qo'laydi ekanmiz. Ular pishiqlab ishlagan marmar toshlarni ko'rsatdi. Qarasam, nafis hunar bilan ishlangan san'at bo'yimi. Ularga o'yilgan tog', daryo rasmlari, gul, uchar qanot, hasharat, biliq va hokazolar ba'ayni rassam sızgan rasm. Nima degan chiroyli. Biz bo'lsak, bütün marmar toshni kukum talqon qilib etdi ekanmiz. Uyg'urcha Shinjang geziti meni dehqon korxonachi deb maqtagan edi. Ularga selishtirsam, meni qandoqmi korxonachi degani bo'lsin.
Keyin yana boshqa bir necha shaharga bordim. Oxiri qoyil bo'ldim. Fan texnikada qaloq ekanligimizni e'tirof qildim. Buni e'tirof qilish tas. Ko'ngil unimaydi. Yuzimizgami sat. Lekin faktni e'tirof qilmay bo'lmaydi ekan. E'tirof qilmasak, texmi orqada qoladi ekanmiz. Enim mendan u yer bu yerlarga bording, nima ta'sirotlarni olding deb so'ragan edi. Bizning millatimizda ijtimoiy fanda o'qib, she'r, hikoya yozdiganlar ko'p. Tabiiy fanda o'qiydiganlar to'limi oz bo'lganlikdan fan texnikada orqada qilyapmiz deb biroz qaynab qoldim. Va sen o'zing nemishqa shoirlikni o'qib, fan texnikani o'qimading deb ta'na qildim. Siyosiy kengashning yig'inida Uyg'ur yoshlarini tabiiy fanda o'qishga rag'batlantiraylik. Undaq bo'lmasa, fan texnikada taraqqiy qila olmaydi ekanmiz deb taklif berdim. Men huddiga olgan bir o'rin 10 ming yuandan ko'proq pul topdi. Mening o'ltiroq uylarim ko'nirab ketgan edi. Dehqonlar pul topsalar, avval uy soladi. Men topgan pulimga mahallada Rahman maktabi deb bir maktab silib berdim. Faxriy mudirlikni o'z ustimga oldim. O'quvchilarning imtihon natijalarini mening oldimdan o'tkazadigan bo'ldi. Qaysi o'quvchi hisobdan yaxshi natija olgan bo'lsa, uni taqdirladim. O'qituvchisini taqdirladim. Yezimizning to'liq o'tir maktabda jafoga chidab, tirishib o'qiydigan o'quvchidan bir nechini tanlab, birlashma zavodimizdan pul chiqarib, ishki o'lkalardagi oliy maktablarga qanchaliqda o'qishga avatib, qaytib kelgandan keyin o'zimizga injener qilib olmoqchi bo'layapman. Albatta, atigi quyruqdan bugungi o'pka yaxshi. Hozir biz Xanzu injener bilan maslahatlashyapman. Uni o'zimizga texnika yetakchilikka taklif qilmoqchiman. Davr rivojlanmoqda. Biz ideyamizdami o'zgarish yasashimiz lozim. Ayiblarimizni, kamchiliklarimizni yoshirib yurmasligimiz. Kamchilik bo'lsa, uni e'tirof qilishimiz lozim ekan. Kamchilikni yoshirmay, amaliy harakat bilan tugutishimiz kerak ekan. Chiroyli gapni qilgan bilan, quloqqa yoqadigan gapni yoqtirgan bilan ish tangatmaydi ekan. Bu umumiy raqobat davrida ko'zimizni o'z vujudimizdagi kamchiliklarni tepib tuzatishga tikishimiz zarur ekan. Ilova, chambarsimon yo'lni tashlab olg'a undash degan ana shu. Ikkinchi lenta. Professorning ilovasi. Bu Urumchi ex-masjidning imomi. U 2 qitim haramga borgan. Bir qitim o'zi yolg'iz, yana bir qitim xotini bilan borgan. Musulmonlar uni hojim deb izzatlaydi. U fikri o'tkir, so'zman odam. Lentadagi mazmun: biz musulmonlarda 5 farz bor. Haj qilmoq, namoz o'qimoq, zakot bermak, ro'za tutmoq, iymon etmoq. Saudi to'limi yiroq bo'lg'achqa, Shinjang musulmonlarining Makkaga haj qilib berishi 5 farzning ichida hammadan qiyin edi. Ozodlikdan ilgari Tibetning oliy rayonidan o'tib Kashmirga berib, Hindiston orqali Saudiyaga bordiganlar bor edi. Ba'zilar Pamirdan o'tib Afg'oniston yoki Pokiston orqali boradi. Sovet O'rta Osiyosi, Qora dengiz, Fosfor va Dardanil bo'g'izlari orqali bordiganlarmi bor edi. Shanxaydan paraxod bilan bordiganlarmi ham bor edi. Chekidan oshgan solchillik Lushani Makkaning yo'lini uzib qo'yib, musulmonlarni bearam qildi. Markaziy komitetning 3-umum yig'inidan keyin Makkaning yo'li ochildi.
İslam dünyası bilen bolgan alaqa üzülüp bir muncha yıl ötkendan keyin berip öz gözüm bilen gördüm. Ularda özgörüş naiti çoğ iken. Mekke'ge berişini ilgiri xiyalımda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Saudida tavallut kılgan. Mekke'de din naiti çın bolsa gerek dep oylaydım. Aeroplandan düşkenden keyin qarasam Saudi Arabistanның pulida padişahның sureti bar ekan. Beytullah'a yaqin qalganda qarasam ba'zilar sin alğuda rasmga tartib etibdi. Mekke'nin ko'chalarida surat tartish apparatlarini ko'tarib olganlar to'la ekan. Faqat Beytullah'a elib kirishga ruxsat qilinmaydi ekan. Bir necha oliy maktabni ekskursiya qildim. Shu oliy maktablarda diniy darul ulumdan boshqa matematika, fizika, ximiya, texnologiya fakultetlari bor ekan. Hatto san'at fakultetimi bor ekan. Bular bizning an'analarimizga mos kelmaydigan bo'lg'ashqa hayronlikda cho'chib ketdim. Shuning uchun Makkaning imomining oldiga berib so'rasam, imom Allah Taala Qur'on Karimda o'gininglar, qo'lga qalam elib o'gininglar degan. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hadisda o'ginish musulmonlarga farz degan. Nemini o'ginish kerak? O'ginadigan narsalar nihoyatda ko'p. O'ginadigan narsalar ichida fan texnikami bor. Musulmonchilik fan texnikaga qarshi emas dedi. Mekkede ba'zi odamlar bilan paranglashib qoldim. Ularning aytishicha, buningdan necha 10 yil muqaddam o'tgan podshoh Abdul Aziz Saidi, uningdan keyingi podshoh Faysal Saudini fan texnika jihatdan taraqqiy qildirishda ajoyib cho'ng rol o'ynagan ekan. Ularda vaqtning o'zi puldir degan shuar yo'q ekan. Lekin vaqtni to'liq qadrlaydi ekan. Ular hatto namoz o'qishga ketadigan vaqtni qisqartib etibdi. Saudiyada neft ko'p, kirim tapovat ko'p, chet el puli ko'p bo'lg'ashqa nurg'un yoshlarni oldingi qatorda taraqqiy topgan davlatlarga avatib, madaniyat, fan texnika jihatda o'qitibdi. Ilgari neftliklarni butunlay chet el mutaxassislariga boshqurtadi ekan. Hozir hammani mashina uskunlarini o'z mutaxassislari bilan boshquradigan bo'pti. Bir kuni bir birodarim meni o'z xonasiga choyga taklif qildi. Yo'lda ketib etib, kang ketgan bir cho'ldan o'tdik. Qarasam, shu cho'lda ajoyib katta gumbaz shaklli bir bino bor ekan. Ko'limi hayvat, ko'rinishi to'limi chiroyli. Men bu nima imorat deb so'rab edim. Hamsafarlarim sun'iy hamrodin qabul qilish stansiyasi dedi intayin faxrlangan talaffuzda. Bu yerda ishlaydiganlarning hammasi bizning Saudining mutaxassislari. Bu yerda chet ellik yo'q. Islom dunyosi taraqqiy tepibdi, olg'a ilgirlabdi deb o'ylab qoldim. Bu mening hissiyotim. Albatta, Mekke'den qaytib kelgan odamlarning yana boshqa qarashlarimi bo'lishi mumkin. Professorning ilovasi. Ishki ülkelerden kelgan xanzular haqiqiy sotsializm Şinjan'da ekan deydi ekan. Mekke'den hech qilib qaytib kelgan diniy arboblarning ba'zisi bo'lsa, haqiqiy islom dini Şinjan'da ekan deydi ekan. Bu gaplarning o'ranidan nima chiqadi? Ehtimol har kimning tushunchasi har xil bo'lsa kerak. İslam dini insonlarni baxt saodatga erishtirishni maqsad qiladi. Fan texnikami insonlarga baxt saodat keltirishni maqsad qiladi. Şinjanning madaniyat, fan texnika jihatdan taraqqiy qilishiga aktiv madad berishimiz kerak. Qashqar Hitgoh jamoasining imomi men bilan ismdosh. Dadasining ismi Sabit. O 7-chi navbatlik xalq qurultayining vakili. Urduchini, Farschini, Arabchini, Chag'itaychini obdan biladigan o'limi. Mekke'den qaytib kelgandan keyin Qashqardagi ba'zi boy yakka tijoratchilarni birlashtirib, ilgariki madrasaning o'rniga til texnikumi deb 3 qavatlik bir bino soldirdi.
Onun bu işleri Qashqardagi har qaysi soha arboblarining madhiyasiga sazobar bo'ldi. U mening yaxshi birodarim. Biz Xinjiangni fan texnikada rivojlantirishga hassa qo'shish orzusidamiz. Ilova. Chambarsimon yo'lni tashlab olg'a undash degan ani shu. Bugun hammani to'liq o'qib o'tay desam, bakri uzrab ketgidek. Shunga kelar qitim davomini o'qib tamomlaymiz. Xudoyim buyursa. Ma'qul amsa, aman bo'laylik. Xayr xo'sh. Kunni xeli o'ltirib qopti.